Assalomu alaykum hammaga. MySQL darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda where mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, where qayerlarda ishlanadi? Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Misol uchun select from qolamizda customers tableimizni birinchi ko'rib olamiz. Ko'rib oladigan bo'lsak, mana bizda shu ma'lumotlar mavjud. Pointsni ko'radigan bo'lsak, misol uchun bizga task berildi, ya'ni vazifa berildi. Pointsi 3000 dan katta bo'lgan o'sha naqalarni customerlarni chiqaradigan bizga task berildi. Shularni qanday qilamiz? Buni where kal so'zi orqali qilamiz. Ya'ni where o'sha column nomini yozamiz, ya'ni points katta bo'lsin 3000 dan. Endi hozir buni naqd qiladigan bo'lsak, ya'ni hozir kod o'qiydi-da, bitta-bitta tekshirib chiqadi har bitta pointni. Agar o'sha point 3000 dan katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha rowni qaytaradi. Agar true qaytarsa, mana shu shartimiz tekshirganda natijamiz to'g'ri chiqadi va o'sha bizga kerakli bo'lgan natijani ko'rishligimiz mumkin. Endi tekshiradigan bo'lsam, mana bizda faqatgina ikkita customer mavjud ekan, pointsi 3000 dan katta bo'lgan. Tushunarli? Endi yana davom etamiz. Hop, misol uchun select deymizda, endi state o'zini ko'rib olaylik. From customers. State'ni ko'radigan bo'lsak, mana bu state'lar bor ekan. Misol uchun bizga vazifa berildi. O'sha state'i, ya'ni MA ga teng bo'lganlarni chiqar. Buni qanday qilamiz? Ya'ni hamma rowlar chiqsinda, rowlar chiqarish uchun nima qilardik? Mana bu yulduzcha belgisini qo'yamiz va where queries orqali, ya'ni state'i teng bo'lgan, ya'ni equal bo'lgan vaga. Buni yozishimiz mumkin. Ikkitalik qo'shimchalar ichida hozir tekshiradigan bo'lsak, bizda error chiqmaydi, faqatgina bir dona bor ekan, shunday customer state'i vaga teng bo'lgan. Yo'qsa buni bittalik qo'shimchalar ichida ham yozishimiz mumkin. Va buni kichik harfda ham yozishligimiz mumkin. Bizga bir xil natija chiqadi. Masalan, birinchisini katta, ikkinchisini kichikni qilib chiqarsak ham bizga bir xil natija chiqadi. Xo'p. Ko'rdingmi? Endi hozir naqalar ko'radigan bo'lsak, o'sha operatorlarni, hop bizda katta operator bor, katta yoki teng, kichik va kichik yoki teng va teng emas operator bor. Teng emas operatori yana bitta turi bor. Mana bu ikkitalik belgilar ham teng emas operator deyiladi. Xo'p. Bularni komment qilib qo'yaman. Kommentni qanday olardik? Mana bu ikkita chiziq yozish orqali yo bo'lmasam tanlab turib Ctrl/ tugmasini bosish orqali ham komment olib qo'yishingiz mumkin. Endi bizga task berildi. Endi bularda hozir vaga state vaga teng bo'lgan chiqardik. Endi bizga task berildi, vaga teng bo'lmaganini chiqargin deyshti. Hop, buni qilamiz select from customers where state teng bo'lmasin vaga. Ya'ni shu va state bo'lmasin. Endi tekshiradigan bo'lsa, mana menda ko'rishligim mumkin. Hech qaysi state customerning state vaga teng emas. Buni o'rniga mana bu belgidan ham foydalanishimiz mumkin. Hop, endi natijani ko'radigan bo'lsak, bizda bir xil natija chiqdi. Hop, hozir yana bir marta ko'rib olamiz naqamiz customers table'imizni. Mana bu yerda ham ochsak bo'lardi. Ko'radigan bo'lsak, bizda birth date'lari bor, ya'ni customerlarni tug'ilgan yili. Bizga task berildi. 1990-yildan katta bo'lgan customerlarni menga chiqaradigan qandaydir bizga boshlig'imiz task qo'ydi. Ya'ni biz shu databazada o'tiribmiz, bizga shu tasklar beriladi, shu task berildi. Endi bir qaytaraman, 1990-yildan katta bo'lgan customerlarni menga chiqarib beradigan task berdi. Endi buni qanday qilamiz? Hop, queryga o'tamizda yozamiz. Select, ya'ni hamma kolumnalar chiqarsin from, ya'ni customers table'idan va where qayerdaki o'sha birth date katta bo'lsin. Endi birinchi qaytarib o'taman. Yil yoziladi. Keyin esa
oy, keyin esa kun. Albatta shunday ketma-ketligida bo'lishligi kerak. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, natijani ko'rishingiz mumkin. Hammasi 1990-yilda katta bo'lgan customerlarni ko'rishingiz mumkin. To'g'rimi? Misol uchun buni 1992 ni kattalarini qiling. Ko'rsak, bizda faqatgina ikkita mijoz customer mavjud. 1992 yilda katta bo'lgan. Hop, excise ta'sini tushuntirib o'taman. 2018-yilda bo'lgan yokida 2018-yildan keyinroq katta bo'lgan buyurtmalarni oling. Ya'ni u natija order table'idan foydalangan holda. Shuni o'zingiz bajarib ko'ring, videoni pauza qilib, men esa yechimini ko'rsataman. Hop, yechimiga o'tgan bo'lsak, birinchi navbatda misol uchun order table'imizni ochib olamiz. Ochadigan bo'lsak, mana order date'lari mavjud. To'g'rimi? Endi buni qilishlik uchun, ya'ni bizda shart bering, 2018-yildan katta bo'lgan. Where u column nomi nima ekan? Order date katta yoki teng bo'lsin 2018-yil 1-yanvar 1-kunda. Hozir ya'ni biz chiqaryapmiz. Select qilgan hamma kolumnlarni qayerdan? Orders table'idan, qayerdaki order date teng bo'lsin 2018-yil yoki katta bo'lsin 1-yanvar. 2018-yilda katta yoki teng bo'lsin degan natijani chiqardik. Endi kodimizni run qiladigan bo'lsak, natijani ko'rishingiz mumkin. Bizda 2018-yildan keyin bo'lgan buyurtmalarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizda ham shu natija chiqqan bo'lsa, javobingiz to'g'ri. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.